Assalomu alaykum. Media ligamiz bugun yig'ildik. O'sha zbordan keyin 21 sentyabrdan keyin oradan mana deyarli bir hafta o'tib birinchi o'yinimiz rasmiy daqiqalar hozir ketyapti. Faqat komanda yaxshi. Iliq taassurotlar qoldiryapti. Hamma bolalar podvijniy. Endi bu deyarli bizga tanishuv. Bolalardan tanishib olmoqchi biza. Yaqinroq o'yinlarni ko'rib ko'ramiz, kuzatishga davom etamiz. Chop ber, chop. Ber. Vaziyat, ikkinchi vaziyat hujumchimizda, Behruzda. Kimmatda yaxshi qochdi-ku. Bir daqiqada ikkita zarba. Bir daqiqada ikkita zarba. Hozircha hisob 0-0. Nada. Bu ham uchinchi vaziyat ham ko'kka sovurildi. Golli hidi yaqin. Tezroqda deydi-ku. Qochib ketdi. Üçüncü vaziyat ko'kka sovurildi. Golli hidi yaqin. Tezroqda deydi-ku. Soat 15 minutdan yozasiz. 3 soatdan 4 kunga bo'lib chiqasiz. 3 soatdan 4 kunga bo'lasiz-da. Yakshanbadan tashqari bu kunga bo'lib olaverasiz-da. 3 soatdan. Shunda haftada sizda 4 kun trenirovka bo'ladi har bitta guruhingizda. Siz 1,5 soatdan yozib ketibsiz-da. Ana bittagina kun yozib ketibsiz. Men endi vaqtinchalik ana minusga tushib qolmaydi, men sizga to'g'rilab qo'yardim-da 4 soat bo'lib, balki siz bilan almash-parmash ketgan dotganman. Endi dushanba kuni kelsangiz to'g'rilaman. Vale, bo'ling. Bo'pti, tamam. Bor. Endi kimsan men? Taniyman ko'pchilik. Voy, bolgali bola ekan. İşte rosa olib kirdim qilyapti, lekin mayli. Nima deymiz? Shunaqa yordam bergandan keyin bolalar yordamga o'rnab